Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qarshi kanal qatnashchilari. Bugungi kunga juma 2023 yil 7-iyul kuni tushdan keyin kursdan sizlarni tanishtiramiz. Janob like bosib kommentar yozib qo'yinglar. Mo'tqonlar No'qat shahrida bugun kichkina yomg'ir yog'yapti. Yomg'ir yog'ganiga qarab biz sizlarga kursdan bilan tanishtiramiz. Janob like bosib kommentar yozib qo'yinglar. Mo'tqonlar ketganlar. Mo'tqonlar Boqay bankka keldik. Birinchi qaranglar Boqay bankda 87 so'm $50 95 so'm 30 euro 0.94 ekan bu yerda rubl. Mo'tqonlar qaranglar ketdik onda. Mo'tqonlar biz hozir Aziya bankka keldik. Aziya bankda 87 so'm $70 95 so'm $50 euro 0.95 ekan bu yerda rubl. Mo'tqonlar qaranglar. Mo'tqonlar biz hozir Do'st bankka keldik. Do'st bankda 87 so'm $80 95 so'm 60 euro 0.95 ekan bu yerda rubl. Mo'tqonlar qaranglar. Mo'tqonlar pul almash uchun joyga keldik. Bu yerda dedilar 87 so'm $70 0.95 rubl ekan. Mo'tqonlar Qozaq tengasida 0.18 O'zbekistonda 75 ekan. Qaranglar mo'tqonlar. Mo'tqonlar hozir Ekoislom bankka keldik. Ekoislom bankda 87 so'm $50 95 so'm 30 euro bu yerda 0.94 jarm ekan rubl. Mo'tqonlar qaranglar. No'qat qarshi kanalini qatnashchilari. Shuni bugungi ko'rsatuvimiz oyoqladi. Ana sizlarga aytib ketayotgan narsa Пособие соцпенсия No'qat shahrida tushdi, O'sh oblasida tushdi. Qolganlarni salomingizlar. Ana sizlarga aytib ketayotgan narsa bu yerda bizni demoqchi qilib No'qat qarshi kanalini qo'llab janob quvvatlab sponsorimiz Jalolobod oblastidan Ilyos aka, O'sh oblastidan Sovet degan do'stimiz qo'llab bizga xizmat ko'rsatib turadi. Doimo omon bo'lib tinch bo'lsa No'qat shahrida jamoat kishilar sevilib turadi. Baringizlarga ishingizlarga egillik. Bugungi juma kuningiz muborak bo'lsin deb. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar.